obyektda qurilishdagi loyihadan chetlashgan ishlar buzdirildi. Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi tomonidan olib borilgan navbatdagi monitoringlar davomida Samarqand shahri Ilm-Obod mahallasida barpo etilayotgan ko'p xonadonli turar joy binosi hamda maktabgacha ta'lim muassasasi qurilish obyektida jiddiy kamchiliklar aniqlandi. Obyektda buyurtmachining texnik nazorati, loyihachining mualliflik nazorati hamda quruvchi tashkilotning ichki nazorati o'z vaqtida olib borilmagan. Natijada loyiha talablaridan chetga chiqilgan holatlar kuzatilgan. Xususan, S blok xonalarida eshik usti temir beton qoplamalari belgilangan 250 mm o'rniga 200 mm tayanch bilan va 4 dona armatura o'rniga atigi 1 dona armatura bilan o'rnatilgani aniqlandi. Shuningdek, metall qismlarga zanglashga qarshi ishlov berilmagan. Armatura bog'lamlari oralig'i me'yorlarga mos emas. Qurilishning 8-qavati bo'yicha laboratoriya sinov xulosalari ham mavjud emas. Bundan tashqari, qurilish maydoni chiqindilardan tozalanmagan. Ishchilar maxsus himoya kiyimlari bilan ta'minlanmagan. Texnika xavfsizligi talablari ham buzilgan. Aniqlangan kamchiliklarga barham berish maqsadida qurilish ishlari vaqtincha to'xtatildi. Loyiha talablariga zid ravishda bajarilgan konstruksiyalar joyida buzdirilib, ularni qayta belgilangan me'yorlar asosida tiklash vazifasi yuklatildi. Joylarda nazorat tadbirlari davom etmoqda.